Pankreatitni surunkali turlarida yordam beradigan fitoterapiya, ya'ni tabiiy malhamlar, damlamalar ham mavjud tibbiyotda. Yozib oling, yaxshilab eshiting. Birinchi turdagi fitoterapiya damlamani tayyorlash uchun 1 osh qoshiq Cornivishia aerobolotного degan, 1 osh qoshiq listья мяты va 2 osh qoshiq Corny valeriana лекарственный degan va 2 osh qoshiq qora Crushina alfa-vidный deb nomlanadi. Yana 3 osh qoshiq Krapiva двудомный deb nomlangan damlama. Yana sizga kerak bo'ladi 3 qoshiq Trava krapivy. Yana kerak bo'ladi 2 stakan suv. Tayyorlanishi: bularni hammasini bir aralashtiring. Shulardan 1 osh qoshiqni 200 ml stakanlikdan 2 stakan suvga solib 20 minut mayda olovda qaynating. 1 osh qoshiqni. Qaynagandan keyin 40 minut uni tindirib damlab qo'ying, o'rab. Va issiq holatida bir qator aralashtirib, uni endi doka yoki morlidan sizib o'tkazing. Tayyor damlama ichimlikni kuniga 3 mahalgacha, 2-3 mahal ovqatdan oldin 30 ml, ya'ni 100 ml suvni 3dan 1 qismi shu. Ana shuni ichasiz. 2 osh qoshiqdan ovqatdan oldin kuniga 2-3 mahal iste'mol qilinadi. Tushundingizmi? Men aytib o'tgan damlamalar dorixonalarda bor, arzon ular. Shulardan keragini boyagidek dozalarda bitta idishga solib, aralashtirib, shundan 1 osh qoshiq to'ldirib olib, shuni 400 ml suvda qaynatib, uni damlab tindirib qo'yib, elakdan o'tkazib, suvni shu kunning ichida ichib olasiz. Ikkinchi turdagi damlama surunkali pankreatitga yordam beradigan 2 osh qoshiq Trava бессмертника песчаного deb nomlangan damlamani 2 stakan qaynoq suvga damlaysiz va uni 10 daqiqa mayda olovda piqirlatib qaynatasiz. 40-45 minut tindirib, o'rab damlab qo'yasiz. Ichishdan oldin bir aralashtirib, uni marladan elab sizib o'tkazib, yarim stakan 50-100 ml atrofida kuniga 3-4 mahal ovqatdan oldin iste'mol qilinadi. Uzog'i 2 hafta davomida har kuni. Bilaman, shuncha ko'p har xil nomlarda aytgandek bo'ldim, lekin o'zingiz bir qog'ozga sekin yozib olsangiz, sizga назначение bo'ladi. Har birini aytilgandek qilsangiz, chiroyli shifobaxsh damlamalar hosil bo'ladi. Aytilib turgan hamma tabiiy o'simlik damlamalari dorivor shaklda dorixonalarda yoki aptekalarda bor. Eslatib o'taman, men hech qachon hech bir firmani dorisini reklama qilmaganman, dori ishlab chiqarib odamlarga sotmaganman, dori-darmonlar reklama qilib sotuviga aralashmaganman. Internetda meni nomimdan qilinadigan qora qarg'alarning fitnalari bor. Misol uchun, go'yoki meni sun'iy intellektda gapirtirib, qaysidir dorini qaysidir mashhurga ichirib zo'r qilib yubordi deganda aytib berishi mumkin. Umuman doktor Ischanoqni aralashtirib montaj qilgan, soxta reklama qilgan hech bir vositalari xarid qilib o'tirmang. Хорошо, iloji boricha internet olamidan dori sotib olmang. Doktor Ischanoqning Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor. Mana ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal.